Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. 22 fevraldan e'tiboran Malayziyada xizmat ziyoratida bo'layotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, Qurultay Ishki ishlar komitetining mudiri Baxtiyor Bo'ra va Qurultay muhojirlar komitetining muavin mudiri Mehmet Chalabchi apandilardan tarkib topgan qurultay hay'ati 24 fevral kuni Malayziya parlamentining raisi Johari Abdul apandi bilan ko'rishib, uning Sharq Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi yangi vaziyati, Dunyo Uyg'ur qurultiyining xalqaro siyosiy sahnalarda ilib berayotgan faoliyatlari, shundaqla Uyg'ur masalasining xalqaro yuzlanishi haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, Malayziya hukumati va parlamentidan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro siyosiy sahnalarda Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga uchrayotgan Sharq Turkiston xalqiga ega chiqishni talab qildi. Malayziya parlamentining raisi Johari Abdul apandim ko'rish jarayonida qilgan so'zida o'zining Uyg'ur masalasini yaqindan kuzatib kelayotganligini va Ömer Qanat apandim boshchiligidagi qurultay hay'atining fikr talablarini Malayziyaning munosabatli organlari bilan o'rtoqlashadiganligini bildirdi. Ömer Qanat, Baxtiyor Bo'ra va Mehmet Chalabchi apandilarning bu qitimqi Malayziya ziyorati va Malayziya parlamentining raisi Johari Abdul apandim bilan ko'rish ilib borganlik xabari Malayziya matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Ömer Qanat apandim Malayziyadagi ta'sir kuchli ommaviy tashkilotlarning hisoblangan Vafiq tashkiloti va Malayziya Musulmon yoshlari tashkiloti ABIM qatorliq musulmon tashkilotlari bilan o'tkazgan suhbati jarayonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoy qarshi harakat ilib berayotgan va Uyg'ur xalqiga yaqindan hissdoshlik qilib kelayotgan Malayziyadagi har qaysi islom tashkilotlari, ommaviy tashkilotlar va faoliyatchilarga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida rahmat aytadiganligini bildirish bilan birga, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarining, bo'libmi islomiyat qarshi ilib berayotgan ziyonkashliklarining hozirmi ham shiddat bilan davom qilayotganligini, islomiyatning eng zo'r dushmanining Sharq Turkiston xalqini majburiy dinsizlashtirayotgan, masjid va mazorliqlarni chiqib tuzlayotgan, Qur'oni Karim va diniy asarlarni ko'ydirib kul qilayotgan dal mustabid Xitoy hokimiyatining o'zi ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi va islom dunyosini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi sukutini buzib o'rnidan dast turishga chaqirdi. Buningdan burun Ömer Qanat apandim boshchiligidagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi hay'ati Malayziya va Indoneziyalarni ziyorat qilib, bu yerdagi islom va ommaviy tashkilotlar bilan yaqin hamkorlik munosabati o'rnatgan edi. Navbatda bu xil hamkorlik munosabatlari uzluksiz kuchayib bormoqda. Amerikadagi nopuzliq universitetlardan Notre Dame universitetining qonun institutidagi diniy erkinlik tashabbusi Xitoy hukumati ustidan Uyg'urlar qilayotgan irqiy qirg'inchilik sababidan Argentinada ichilgan arizni qo'llaydiganligini jakarlagan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining Sharq Turkiston xalqiga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizayotgan Xitoy hokimiyati va bu xil qirg'inchilikqa bevosita qo'mondonlik qilayotgan Shi Jinping boshchiligidagi Xitoy amaldorlari ustidan tayyorlab chiqqan ariznomasi 2022 yili 17 avgust kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Qurultayning Angliyadagi advokati Michael Polak va Qurultayning Argentinadagi advokatlari Gabriel Cavallo va Juan Netolardan tarkib topgan arizdorlar hay'ati tarafidan Buenos Airesdagi 12 kishidan tarkib topgan Argentina Federal sotchilar hay'atiga topshirilgan va mazkur ariz Argentina Federal sotchilar hay'ati tarafidan rasmiy qabul qilingan edi. Mazkur diniy erkinlik tashabbusi yuqoridagi bu arizni qo'llaydiganligini jakarlash bilan birga maxsus bir doklad tayyorlab Argentina sotiga avatgan. Ular o'z tor betida bu haqda maxsus bayonot e'lon qilgan. Notre Dame qonun instituti diniy erkinlik tashabbusining mudiri Stefani Barkley bayonotida mundaq degan: Xitoyning Uyg'ur xalqiga qilgan vahshiyligi xalqaro qonun bo'yicha insoniyat qarshi turish va irqiy qirg'inchilikning qonuniy aniqlamasiga mos keladi. Biz Argentina jinoiy ishlar sotining bu deloni boshqarish huquqini yurgizishini va Xitoyning bu ig'ir jinoyatlar uchun gunohkor deb hukm chiqarishini talab qilamiz. Bayonotda aytilishicha, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining bu arzi Amerika va Angliyadagi nurg'un siyosatchilarning qo'llashiga erishgan. Ular bu da'voning cho'qim echilishi kerakligini, chunki mushunda qilganda Uyg'urlar qilinayotgan vahshiylikning yanada keng oshkorlanganligini bildirishgan. Angliyalik advokat Michael Polak apandi Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishiga vakolatan universal boshqarish tavalliki jinoiy ishlar arzini tayyorlagan kishi bo'lib, u so'zida Notre Dame qonun institutining diniy erkinlik tashabbusining bu harakatini qarshi olgan. Argentina sotiga sunilgan ariznoma Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasi, BDTning Uyg'urlarga munosabatli dokladlari, xalqaro mustaqil tadqiqot organlari va tarafsiz tadqiqotchilarning Uyg'urlar haqida e'lon qilgan dokladlari, shundaqla bultur oshkorlangan Xinjiang soqchi hujjatlari asosida tayyorlangan bo'lib, ariznomada yana ko'plagan shohidlarning, bo'lib lager shohidlarining guvohliklari tafsili o'rin olgan.
Arznamning sunilishi bilan Uyg'urlar masalasi ancha to'nilib ketilmagan Argentinada Uyg'urlar masalasi biroqla Argentina matbuotlarining qiziq temasiga aylandi. Undaqda Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Xitoy ustidan arznam sunish uchun nima sababdan Argentina sotini tanladi? Chunki Argentina jazo mahkamasi nayt keng doiralik salohiyatga ega bo'lib, Argentina asos qonunining 118-moddasi bo'yicha Argentina jazo mahkamasi mayli kim yoki qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar, irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat o'tkazgan o'rin va shaxslar ustidan mustaqil tekshirish ilib berish va ularning jinoiy javobgarligini surishtirish huquqiga ega. Buning asosan Argentina jazo mahkamasi insoniyat qarshi jinoyat ishlagan ispaniyalik diktator Francisco Franco va Rohingya musulmonlarga qarshi irqiy qirg'inchilik ilib borgan Berma hokimiyati ustidan tekshirish boshlatgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Argentina sotining bu afzallikini ko'z tutib, o'tgan yili Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan birlikda Argentina sotiga Xitoy hokimiyati va amaldorlar ustidan arz sunish qarori olgan va Londondagi danglik advokat Michael Polak apandimni arznoma tayyorlashga mas'ul qilgan. Yana Argentinada maxsus advokat taklif qilgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Isa apandim bu haqda istansimiz qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Argentina sotiga sungan arznamamiz Uyg'ur xalqining uzundan buyon davomlashgan adolat va mas'uliyatni surishtirishdagi hal qilg'uch qadami bo'lib hisoblanadi. Ko'p yillardan buyon Uyg'urlar Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi qaror va hukm chiqarilishi uchun xalqaro qonun va adliya mexanizmiga tayinib keldi va bu yo'lda izlandi. Argentina sotiga sungan shikoyatimiz Uyg'urlarning rasmiy bir davlat ichi sot mahkamasida ovozini anglatishdagi tarixiy fursat bo'lib qolg'usi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandim bu haqda istansimiz qilgan so'zida bizning Argentina sotiga sungan arznamamiz shuni ro'shan ko'rsatib berdiki, insoniyat qarshi jinoyat ishlagan zo'ravon hokimiyatlar jinoiy javobgarlikdan aslo qochib qutulolmaydi. Agar xalqaro jinoiy ishlar soti va shuningga o'xshagan xalqaro sotlar Xitoy ustidan tekshirish ilib borolmagan yoki tekshirish ilib berishni xohlamagan taqdirda Argentina sotiga o'xshash davlat sotlari Xitoy ustidan tekshirish ilib berib, Xitoyni jinoiy javobgarlikka tortishi lozim deb ko'rsatdi. Germaniyada qurilib aktiv faoliyat ilib berayotgan İlham To'xtini qo'llash guruhi 23 fevral kuni Berlinning eng asosli sayohat nuqtalarining biri hisoblangan Brandenburg Tor maydonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va jazo lagerlarida ham turmalarda begona tutib turilayotgan İlham To'xti boshchiligidagi Uyg'ur sarxillarining ichinishli ahvol namoyon qilingan rasm ko'rgazmasi o'tkazdi. Namoyish maydonidan o'zlarining yurak so'zlarini izhor qilgan İlham To'xtini qo'llash guruhining raisi Anvarjon va Dunyo Uyg'ur qurultiyi Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurban apandilar tovandikilarni ifoda qildi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ma'lum bo'lgandek 2022 yili Ağustos oyida bizning Uyg'urlarning Xitoy tarafidan qo'lga olingan, haqsiz jazoga hukm qilingan, izdiraksiz g'oyib bo'lgan 400 dan oshiq ziyolilarimizdan 45ning rasmlari bilan namoyish ko'rgazmasiga boshlagan edik. Bunu 12 aydan beri her ayda bir kıtım degidek Berlin'de devam etkiziyordunuz. Sokak münasebeti bilen ötken 2 ayını yağı devam etkizemiyorduk. Bugün havalar yaxşıken şu sebepten kayta bu narazılık ko'rgazmasini başladık. Mana Berlin'nin seyahatçiler en köp keladigan Brandenburg Tor deb atalgan meydanımız bir yerde dünyanın her joyidan kelgan seyahatçilerge, Germanlarga, xalq ammasiga Xitoyning xalqimizga qarshi qilayotgan irqiy qirg'inchiligini va shu jumladan Uyg'urlarning sarxillerini yo'q qilish uchun mana ziyolilarni qo'lga olganligini, buning ichida İlham To'xti boshliq barcha ziyolilarning qo'yib berilishini, ozod qo'yib berilishini talab qilish va dünya xalqiga Xitoyning zulmini yana bir qatim tonishtirish uchun faoliyatlarimizni davom etkizyapmiz. O'tgan kechganlarga bu to'g'riliq Germancha va inglizcha yozilgan tashviqotlarni tarqatyapmiz. Faoliyatimiz 1-2 soat davom etadi. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joyidagi aziz sharaf tursanlar qarindoshlarimiz. Bugun 2-oyning 24-kuni Germaniyaning poytaxti Berlin shahrida shaharning markaziga joylashgan, sayohatchilar eng ko'p keladigan va hukumat o'rinlari joylashgan Brandenburg darvozasi oldida İlham To'xti institutining o'rnashtirishi bilan Xitoyningki aziz xalqimizga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini tasvirlaydigan bir ko'rgazma faoliyati ilib boryapmiz. Hammalar ko'rgandagidek
bu yerda Xitoy hokimiyati irqiy qirg'inchilik siyosati boshlagandan boshlab yo'q qilib o'tgan Ilhom To'xti va uning o'quvchilari va shundoqla boshqa bir qator vatanimizdagi eng danglik ziyolilarni o'z ichiga olgan, yo'qolib ketilgan qarindoshlarimizni suratlarini bu yerda taqdim qilyapmiz. Bu yerda Germaniya xalqiga va shundoqla Berlinga kelgan sayohatchilarga Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatining aktivlashishini ifodalash, ko'rsatish va ularni eslash chiqishini qo'lga keltirish va Xitoy hukumatiga bisim qilishni qo'lga keltirish uchun tirishchilik ko'rsatamiz. 23 fevral günü Tacikistonda 7,2 bal yer tevrigen. Şu yer vaqt ettigen saat 8'den 37 minut ötken yüz bergen bu yer tevreş Şarkı Türkistan'nın janubudumi körnerlik derecede his kılıngan. Xitayning Xinhua to'rining deyishicha, Tojikistondagi yer tevreşning merkezi Şarkı Türkistan'dan taxminan 82 kilometr uzoqlikda bo'lib, Qashqar, Atush va hatto Aqsu qatorliq joylarda kuchli derecede his kılıngan. Doiralar hozircha voqeada jon va mol chiqimi haqida xabar kelmaganligini bildirgan. Yer tevriganni Sharq Turkiston temir yo'l tarmoqlari janubga qatnaydigan poyezd yo'lining Aqsu, Qashqar bo'ligidagi poyezdlarni darhol to'xtatgan. To'xtatilgan poyezdlar Urumchi Qashqar, Urumchi Xotan, Urumchi Aral qatorliq poyezdlarni o'z ichiga oladi ekan. Doiralar yana yer tevrashdan keyin Qashqardagi tok bilan ta'minlash va aloqa xizmatlarining normal davom qilganligini aytgan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.